Asadbek, bu nimaga bunaqa? 2 yildan beri ishlatyapsiz ekan, buni рабочий ekan, yig'iladigan bu tent. Nimaga 2 yildan beri shunaqa sifati o'zgarmagan? Nimaga shunaqa? Tentimiz juda zo'r ekan. Shuning uchun shunaqa holatda. Ha. Ammo ishlatildi 2 yildan beri. Bu tushunmaganlar uchun laboni karesi yig'iladigan tentda. Hozir kelishgan ekan, tentning shu joylarini zamoklarni remont qildirgani, kichkina obzor qilib olaylik deb so'rab, iltimos qildim. Tent haqida fikrlaringiz 2 yildan beri ishlatyapsiz ekan-a? Sifati qanaqa ekan? Sifati zo'r. Materialda o'zgarish bo'lyaptimi? Kuyish, yorilish, qotib qolish, boshqa bo'lish. Shu 2 yil oldin olganim qanaqa bo'lsa, tent xuddi shunaqa turibdi hozir ham. Ichidagi temirlarchi, zanglashi, boshqa bo'lishi. Zanglashlari yo'q, zo'r. Baquvvatmikin? Baquvvat. Bir sinish, svarkadan qo'yib yubosh degan joylar yo'qmi? Yo'q, biror marta remont bo'lib ish bo'lgan yo'q. Shu zamoga nima sinib qolgani uchun remontga keldim hozir. Puliga arziydimi? Puliga arziydi. Bo'ldi. Bu yerda obzor beramiz. Mana ichlari, ichlari mana ko'rinishlari. Hozir yig'ishtirilgan holatini ko'rsatamiz. Videoni pauza qildiramiz. Mana tentimizni yig'ishtirib oldik. Mana ko'rib turganlaringdek bir qar joyga joy bo'ladi. O'zining stoperlari bor maxsus. Bu yerda stoperlarni tortib qo'yilib mahkam turadi, chiqib ketmaydi. Bir necha daqiqa ketadi. Bir kishi o'zi yetarli. Ustiga chiqib itarasiz, ochiladi. Ya'ni kerak bo'lsa, stoperni chiqarib tortasiz, bekiladi. Biz endi hozir bekitamiz. Buni toshib chiqaring yo'qni. Ochamiz. Oxirgi stoperni o'tkazamiz bu yerdan. Tentlarni tushiramiz hamma tomonini. Mana mashinamiz to'rtta zamonga olib qo'yamiz, bo'ldi. Mashinamiz mana yopiq holatda. Kimga sifatli shunaqa uzoq yil xizmat qiladigan, o'zini puli o'zi bilan turadigan tentlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqib olasizlar. Bizni yo'qotib qo'ymasdan obuna bo'ling, like, komment, repostlar bizni qo'llab-quvvatlang. Salomat bo'linglar.